Hayotim qachon ikkiga bo'linib qolganini aniq eslolmayman. Go'yo bir kun uyg'ondim-u, o'zimning emas, boshqa bir ayolning umrini yashayotgandek edim. Kunduzlari men o'sha hammaga tanish, sadoqatli rafiqa, uy bekasi. Kechalari men o'zim uchun qaytadan kashf etgan, ehtiroslarga to'la, olovli bir ayolga aylanardim. Hammasi erimning betob bo'lib qolganidan boshlandi. Uning erkaklik salomatligidagi muammolar avvaliga shifokor kabinetlarida va umidsiz suhbatlarda aksini topdi. Keyin esa bu muammolar yotoqxonamizga ko'chib o'tdi. Orada ko'rinmas, ammo yengib bo'lmas bir devor paydo bo'ldi. U menga orqa qilib yotar, men esa shiftga tikilib, o'tib borayotgan yillarimni, sonib borayotgan ayolligimni o'ylab, unsiz yig'lardim. Uning xastaligi qalbimizni ham bir-biridan uzib qo'ygandi. Biz bir uyda yashaydigan ikki begona edik. U o'z dardi bilan, men esa o'z yolg'izligim bilan ovora edim. Shunday kunlarning birida qaynimni payqay boshladim. Erimning mendan 10 yosh kichik ukasini. U avvallari ham yonimizda edi, lekin men uchun u shunchaki qaynim, erimning ukasi edi. Endi esa u alohida bir insonga aylangandi. Uning nigohlari boshqacha edi. Akasi kabi menga shunchaki qarab qo'ymasdi, u meni ko'rardi. Bir kuni u yonimga keldi. Erim endigina shifoxonaga ketgandi. Men hovlida gullarga suv quyayotgandim. U orqamda turardi. Men o'girilmadim, lekin uning nafasi yelkamga urilib turganini his qilardim. "Qiynalyapsiz", dedi u pichirlab. Bu savol emas, tasdiq edi. Men javob bermadim. Qo'limdagi idishni yerga qo'yib unga qaradim. Ko'zlarimdan yosh qalqidi. U sekin qo'llarini cho'zib yuzimdan oqayotgan yoshni artdi. "Bunday bo'lish kerak emas", dedi u yana. "Siz baxtli bo'lishga haqlisiz. Sizni qadrlashmayapti." Bu so'zlar quloqim ostida ming marta aytilgan, o'zimga o'zim qayta-qayta takrorlagan so'zlar edi. Lekin boshqa birovdan, ayniqsa undan eshitish, bu butunlay boshqacha edi. U meni tushunardi. U mening ayol ekanimni, e'tiborga, mehrga, ehtirosga muhtoj ekanimni bilardi. U sekin egilib lablarimdan o'pdi. Avvaliga ehtiyotkorona, so'ng esa tobora kuchliroq. Men qarshilik ko'rsatmadim. Aksincha, butun vujudim bilan unga talpindim. Necha yillik muzlagan qalbim, so'ngan ehtiroslarim shu birgina bo'sadan alanga olib ketgandek bo'ldi. Bu gunoh edi. Bu xiyonat edi, lekin o'sha lahzada men uchun bu haqiqiy hayotning o'zi edi. Men o'zimni yana tirik his qildim. Kerakli, sevimli va eng muhimi, ayol ekanimni his qildim. Bizning yashirin uchrashuvlarimiz boshlandi. Erim uyda yo'q paytlari, tushlik vaqtlari. Ba'zan esa tunda, hamma uyquga ketganida. Uyning bir chekkasidagi eski omborxonada. Har bir uchrashuv olovli edi. Uning quchog'ida men hamma narsani unutardim. Hatto erimni ham, vijdon azobini ham. U menga men eshitishni xohlagan so'zlarni aytardi. "Go'zalim, yagonam, sensiz yasholmayman." Uning qo'llari vujudimni qaytadan kashf etardi, men esa o'zimni 18 yoshli qizdek his qilardim. İlk bor sevgi nimaligini anglayotgandek edim. Men endi ikki hayotda yashayman. Biri kunduzgi, soxta va xotirjam. Ikkinchisi tungi, olovli va gunohkor. Va eng qo'rqinchlisi shundaki, men bu olovda kuyib kul bo'lishga ham roziman. Chunki bu olov meni yashashga undaydi.